olgan bilimlarimizni qayta takrorlab, turli xil metodlar yordamida esimizga solib olamiz. Hozir kim qanday g'azal yoki hikoya, qandaydir bir asarlar bo'ladimi, o'shalarni har kim o'zi bilgan bitta she'rni yoki hikoyani olib, qisqacha mazmun haqida so'zlab, yana bir bor esimizga solib olamiz. Endi shu kungacha bo'lgan mavzularimizni takrorlab boramiz. Bizlar qaysi darslarimizda o'tdik, qanday mavzular yoki hikoyalarni o'tdik? Yashilga masalan 4 raqam tushsa, bu yashil. Raqamlarni olamiz va kabaklarga joylaymiz. Biz raqamlardan kelib chiqqan holda o'yinimizni davom ettiramiz. Ya'ni biz yashilga tushsak, ma'lumot aytamiz. Ko'k rangda bo'lsa, yana startga qaytib boramiz va ma'lumotlarni aytib o'yinni davom ettiramiz.